Men Doktor Shermatov klinikasiga o'zimda o't qopida bukilish, dimlanish nuqtasiga kelganman. Kelganimga 8 kun bo'ldi. O'zgarishlar juda yaxshi. Kelgan paytlar menga hammasi tushunchani berdi. Ochlik asnoday, ochlik bilan non yemaslik, parhez orqali davolanadi dedi. Mana 8 kun bo'ldi. Non yeganimiz yo'q. Yaxshi, effekt juda yaxshi. 8 kunda. Va kelgan kunimizda bizga dvoynoy rejimda davolanadi. Bu berayotgan dori giyohlari ichki taraflama ta'sir qiladi desa, bu yerda massaj ukollarimiz bor ekan. 8 kundan beri massaj olyapman. Juda yaxshi. Effekti juda yaxshi. Yaxshi yigitlar endi muomalalari 45 minut massaj qiladi, juda ajoyib. Odamlar yengillashib, Maşallah. bu non yemasdan ham odam yasab kelganda men ham ishonmadim. Haqiqatan bu non yemaslik, ochlik. Bu narsa endi birinchi marta bo'lgani uchunmi ishonchim yo'q edi menda. Endi mana 8 kun bo'ldi, non yemasa ham odam yashaydi ekan, davolansa ham effektlar zo'r. 4-kungacha menda qo'zish bo'ldi. Shunday qo'zg'alishlar bo'ldi, nima deydi? Davolanmaslikda ham xayollarimga keldi. Qo'zg'ab tashladi, qanday kasalliklar qo'zg'adimi yo ta'siri bo'lmayaptimi degan xayollarga ham keldim. Lekin effekt bilinib boshladi. Bu ichakdan qanday bir shalaklar ko'chdi, o'zim ko'zim bilan ko'rib, toshlar tushdi. Qaraliq, qurumga o'xshagan ichaklardan qanday bir narsalar tushdi. Yaxshi, hozir Xudoga shukr, yenggan hamma tamom. Taroziga chiqqanimda 78 kilo vazn bilan kelgandim. O'sha bugun ertalab bu yoqqa kelishdan oldin taroziga chiqdim, 73 kilo. 8 kunda 5 kilo vazn. 5 kilo o'sha chiqindilar, tiqilmalar o'sha ketgan. Men 5 oy 6 oy mobaynida men yegan ovqatimni bu och qolganini bilmas edim. Hazm degan narsani ham bilmas edim. Menga kimdir misol obed bo'ldi, ovqatni ye, yo bo'lsa ovqat yemas edim misol. Menda yurishganni, ichaklarda harakat bo'layotganini sezilib, yaxshi, Xudoga shukr. Bu yerga keladiganlarga qanday tavsiya berasiz? Endi kelsin, har qanday joylarga borib, endi boshqa joylarga borib, bo'lar bo'lmas narsaga pulni sarflamay kelsa, yaxshi. Dorilar endi qimmat emas. Hammasi tabiiy giyohlardan qilingan narsalar. Maşallah. Tiboj degan narsalar bor ekan, buni qilyapmiz. O't qopida juda sezilarli darajada men foydasini ko'rdim. Uyda mana qanaqa parhezlar qilib kelgansiz? Ya'ni qanday lavlagilarni qaynatib qo'ygansiz? Uyda men aslida shu sabz sokini ichaman ertalab. 2-3 ta dona sabz sokini ertalab 200 gram atrofida sabz sok ichaman. Osh nafar. Kechqurun borib bitta qizil lavlagi bilan olma qo'shib sokini ichaman. Maşallah, zo'r. O'sha lavlagi jigarni ancha ochib ishlatib tozalab beradigan narsalar. O'shani odamlar uyida parhezlarni qilib, o'sha asnoniy non yemay, kechki ovqatni yemay yo kamaytirib imkoni qadar kamaysin. Kechki ovqatni qancha kechki ovqatni agar kamaytiradigan bo'lsa, to'yib ovqat u organizm yegan ovqatni hazm qilishning o'zi nagruska bo'ladi ekan. Men shuni guvoh bo'ldim endi misol. Kechqurunga yengil ovqat, lavlagida salat yeyman, kechqurunga olma, shu aytganman, lavlagi sokini ichaman, shu odam ochlikdan hech qanday ishtima qilmaydi ekan. 8 kun mobaynida hozir yashab turibman. Yana siz hozir parhez qilib o'sha massajlarni olib, yana giyohlarni ichib juda zo'r turibsiz. Shunday beriladigan dorilarning hammasini tabiiy giyohlardan tayyorlangan. Hech qanday tabletka shaklda bo'lgan bilan uning asosiy tarkibi hammasi giyohlar ekan. Yaxshi, tavsiya qilaman. Qayerlarga borib, boshqa klinikalarga borib, pulni har joyga sarflagandan ko'ra kelsin, doktor maslahatini beradi. Mana doktorlarimiz yaxshi, har kunlik dalilni ham o'lchab qo'yadi, holatini xabarlab so'rab turadi. Mana siz O'ktam aka bu yerda yotib davolamayapsiz, men yorqinni qatdan davolanyapman. Agar yotib davolansam, effektini yanada ko'proq sezadigan o'ylashimcha. Bu yerga kelishdan oldin Toshkentga borganman. Toshkentda davolanganman bir nechta klinikalarda, Vodiyda ham ikkita klinikalarda davolanganman. Endi taqqoslaydigan bo'lsak, nisbatan bir 8 kun ichida men yaxshi effekt oldim. Zo'r, maşallah. Taassurotlar yaxshi, Xudoga shukr. Endi keladigan odamlarga tavsiya qilaman. Kelsin. Bu ichki odamning
immunitet. Yo'q, ichki doktorima nimasini Ichki shifokor. ichki shifokorda o'rgatadi o'sha men shu narsaga ishonch hosil qildim. Chunki misol o'zimda 8 kundan beri massa solayotganmiz, ichayotgan dorilar faqatdan odamga ichki organlar, misol ichak yaxshi ishlar o'zining faoliyatini yo'lga qo'yib olgandan keyin buyrak o'zining vazifasini o'tasa, ichak, jigar hammasi o'zining vazifasini o'tavergandan keyin o'z-o'zidan odam o'zgarish bo'layotganini sezadi ekan.